Amerika parlamentida Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarga qaratilgan kishilik huquq dafsandichiligiga diqqat qilish va bu masala to'g'risidagi qonunlarni qo'llash uchun Uyg'ur guruhi qurildi. Nyu-Yorkdagi Demokrat partiyasining parlament a'zosi Tom Sozi va Yangi Jersey shtatidan Cumhuriyetchilar partiyasining parlament a'zosi Chris Smith bu to'g'riliq bayonot e'lon qildi. Mushu ayda Xitoyning Nanjingda paydo bo'lgan Xitoy virusi yuqumlanuvchilari shaharning 5 rayoni va poytaxt Beyjingni o'z ichiga olgan 17 shaharga kengaydi. Yana bir tarafdan Yaponiyada yuqumlanuvchilar tez suratda ko'payganlikdan poytaxt Tokio va Osaka qatorliq boshqa bir qism rayonlardagi jiddiy holatni uzartish qaror qilingan. Hong Kong saqchi doiralari Hong Kongdagi bir mol setilish markazida 2020-yillik Tokio Olimpik tanharakat musobaqasini ko'rgan kishilardan ba'zilarining Xitoy davlat marshini masxara qilganligi uchun tekshirish boshlanganligini uqtirdi. BBC'ning xabar qilishicha, Tokio Olimpik tanharakat musobaqasida bir Hong Konglik mahir mukofotlanayotganda Xitoy davlat shiori qo'yilgan. Bir qism tomoshabinlar buningga norozi bo'lgan va hatto ba'zilari biz Hong Konglik deb to'g'lagan. Amerika armiyasining Afg'onistonda turishi jarayonida Amerika armiyasini har xil yo'llar bilan qo'llagan 200 dan ortiq kishidan tarkib topgan tunji Afg'oniston guruhining oilasidagilar bilan Amerikaga yetib kelganligi bildirildi. Oqsaroyning bayonoti qaraganda, bexatarlik tekshirishi alohida viza programmasi doirasida tamomlangandan keyin 72 nafar bolani o'z ichiga olgan 221 Afg'onistonlik savdo aeroplani bilan Washingtonga olib kelingan. Turkiyaning Qaysari shahrida ambar bo'yiga sayohatga borgan 3 Uyg'ur suvda g'oyib bo'ldi. Egilanishicha, 12 va 15 yoshlarda 2 qiz ambarda suvga g'arq bo'lgandan keyin ularning bir yaqini qutqizish uchun suvga tushgan va 27 yoshli bu ayolmo suvda g'oyib bo'lgan. Turkiya soqchi va munosabatlik organlar birlikda qutqizish elib borgan bo'lsa-mu, ularni topolmagan. Azerbaycan Jiddiy ahvol ministrligiga qarashli tunji turkumdagi qutqizish xodimlari Turkiyadagi o'rmon o't ofatiga qarshi kurashga yordam berish uchun yo'l oldi. Azerbaycan amaldorlari Prezident Ilhom Aliyevning ko'rsatmasi bilan 500 dan ortiq xodim, 2 uchar va munosabatlik materiallarni Turkiyaga avatizganligini bayon qildi. E'longa xiloflik qilish sababidan Qozog'istonda cheklangan ijtimoiy aloqa supsi LinkedInning qayta ochilganligi e'lon qilindi. Qozog'iston uchur va ijtimoiy taraqqiyot ministrligining bayonotida LinkedIn cheklangandan keyin shirkatning rayon vakillari bilan ko'rishilganligi ko'rsatildi.